Bismillahirrahmanirrahim. 274 raqamdagi hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu sohiblardan bo'lgan ulug' tobiin qatorida aytadilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qachon xatm qilsalar, ya'ni Qur'onni o'qib tugatsalar, ahli ayollarni to'plab duo qilardilar. Hakam ibn Utbadan qilingan sahih rivoyatda u kishi aytadilar: menga Mujohid bilan Abda ibn Abu Lubobani yuborishibdi. Ular biz Qur'onni xatm qilishni xohlaymiz, chunki duolar Qur'on xatm qilinganda ijobat bo'ladi deb aytishdi. Imom Ibn Abu Dovud rivoyati. Ba'zi sahih rivoyatlarda Qur'onni xatm qilinganida rahmat yog'ilib turadi deb aytilgan ekan. Shu kabi asarlar sababli tobiinlar, salaf solihlar doim Qur'on xatm qilinadigan majlislarni qidirib yurishar ekan. Nima uchun? Chunki undagi ijobat duosi bor va mana bu hozir aytilgandek rahmat yog'ilish turadi, shundan nasibador bo'lish muhabbati bo'lgani uchun ular xatm Qur'onlarni qidirib yurishar ekan. Fasl: Qur'on xatm qilinganda yaxshilab, ta'kidlab, qabul bo'lishiga ishongan holda duo qilish mustahabdir. Ya'ni sidqi dildan, chin ixlos bilan inshaalloh Qur'onni barakoti bilan duolarimiz ijobat bo'ladi degan ma'noda ichidan duo qilish tavsiya etilyapti. 275 raqamdagi hadis. Humayd A'raj radhiyallohu anhu aytdilar: kim Qur'on o'qib so'ngra duo qilsa, duosiga 4000 farishta amin deb turadi deb mana shuni xabar berdilar. Buni Imom Dorimiy rivoyat qilgan ekanlar. E'tibor bering. Demak, duo qilishdan oldin oyatlar o'qib iloji bo'lsa o'sha Fotiha surasi 3 marta qul huvallohu ahadni o'qib, ana bu duoni qilinsa inshaalloh 4000 farishta amin deb turar ekan. Endi xatm Qur'onnikini tasavvur qiling. Ana o'shaning uchun bu xatm Qur'on duolari shu darajada ko'p targ'ib qilinyapti. 276 raqamdagi hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: amallarning yaxshisi al-hallu var-rihla dedilar. Shunda sahobalar al-hallu var-rihla nima degani ey Allohning rasuli deb so'rashdi. Shunda u zot alayhissalom aytdilarki, Qur'onning boshlanishi va uning xatmi oxiri dedilar. Ya'ni mu'min odam shunaqa, xatmni tugatadi, o'sha zahoti yana yangi xatmni boshlab qo'yadi. Qarang, to'xtash yo'q. Qiyomatgacha bu Qur'on tilovati davom etaveradi. Nima uchun to'xtalsin ekan? Axir qiyomat kuni bandaga ko'taril, oxirgi oyatinggacha ko'taril deyiladi. Qarang, demak jannatga kirgandan keyin darajasi o'sha bu dunyoda, hayoti dunyoda o'qigan Qur'oniga qarab turib ko'tarilar ekan. Ya'ni oxirgi o'ladigan kuni oxirgi og'zidan chiqqan oyatgacha ko'tarilib borar ekan. Shuning uchun har bir mu'min afsuslanar ekanki, nimaga ko'proq qiroat tilovat qilib olmadim? Agar men yana ham ko'proq tilovat qilib olganimda jannatdagi maqomim undan ham baland bo'lardi deb, shuning uchun doim Qur'on o'qib yurgan odam ham afsuslanar ekan, nimaga ko'p o'qimaganidan. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, oxiratdagi jannatdagi maqomimiz, hop jannatga yaxshi amallarimiz bilan kirdik, lekin jannatdagi darajani ko'tarilishi o'sha o'qilgan Qur'on tilovatiga qarab belgilanar ekan. Shuning uchun oxirgi o'qigan oyatinggacha ko'taril degan hadisdagi ma'no shuni ifoda qiladi. Odatlanilgan vazifa hamda virdlarni bajarmasdan uxlab qolgan kishi haqidagi sarlavha bu 277 raqamdagi hadis ekan. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: kim kechasidagi vazifalarini yoki ulardan birortasini bajarmasdan uxlab qolsa, so'ng ularni bomdod namozi bilan peshin orasida o'qib olsa, go'yo kechasi o'qigandek bo'ladi dedilar. Buni Imom Muslim rivoyat qildilar. E'tibor bering. Kechqurun charchab qolibmi yoki boshqa bir sabab bilanmi
kechqurungi Qur'on tilovati, zikr, tahajjud namozlarini o'qiy olmadi, bajara olmadi. Demak, u fursat o'tib ketib qoldi deb tashlab qo'yishga hojat yo'q ekan. Kunduzi bomdod namozidan keyin dam oladiganlar biroz dam olib, keyin ana shu zuho paytlarida o'sha Qur'on tilovatini ham, zikrlarini ham, namozlarini zuho namozini 2, 4, 6 rakat qilibmi o'qib, ana shu ibodatlarda davom etsa, inshaalloh kechasidagi bajara olmay qolganlarni Allohning izni bilan o'rniga o'taverar ekan. Demak, mo'min odamga vaqt o'tib ketdi deb qoldirib qo'yish yarashmas ekan. Buni Imom Muslim rivoyat qilyaptilar. Bu shu darajadagi sahih hadis ekan. Ana endi Qur'onni mahkam tutish va uni unutishdan ehtiyot bo'lish haqidagi bo'limga yetib keldik. 278-raqamdagi hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Qur'onni yodlagandan keyin mahkam tutinglar. Muhammad sollallohu alayhi va sallamning nafsi izmida bo'lgan zotga qasamki, Qur'on arqoni yechilgan tuyaning qochganidan ham qattiqroq qochadi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat. Haqiqatda qori yigitlar, Qur'onni bir marta yod olgan qori bolalar aytishadi, agar ozgina shug'ullanmay qo'yilsa, bir marta yodlab qo'ydim deb tashlab qo'yilsa, shu darajada tez qochib ketadiki, uni yana orada tark qilib yana boshlayman desa, xuddi yangi boshlagandek esidan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun Qur'onga mashg'ul bo'lgan odamlar bu narsani qattiq e'tibor berishlari lozim. Yaxshi hamki qorilarimiz uchun Ramazon oyidagi xatmi Qur'onlar bor. Ana shu xatmi Qur'on sababli ular Ramazondan 2 oy oldin tayyorgarlikni boshlashadi. Ana shu sababli Qur'onlari yana bir oyoqqa turib, Qur'onlari yana bir takror bo'lib eslarda saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Agar shu Ramazonda xatmga o'tishni yo'lga qo'ymagan qorilar bo'lsa, tez unutib yuborishadi. Qarang, Allohning bir rahmatiki, qorilarimiz uchun mana shu haqiqiy u Qur'onni qayta tiklab olish bir holat, ya'ni bir fasli. U faslni ular g'animat bilishlari lozim. Buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan ekanlar. 279-raqamdagi hadis Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qur'on sohibi, ya'ni uni yod olgan qori kishi bog'lab qo'yilgan tuyaga o'xshaydi. Agar uni mahkam tutsang o'rnida turadi. Agar bo'sh qo'ysang ketib qoladi dedilar. Buni ham Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilyaptilar. Qarang, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Qur'onni yod olgan qorilarni qattiq ogohlantiryaptilar. U shu darajada tuyani qo'yib yuborsa yo otni, ulovni qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Qaytib tutish qiyin bo'lib qoladi. Ba'zilarini zo'rg'a tutiladi, ba'zilarini tuta olish imkoniyati yo'q. Demak, Qur'onni yod olgan qorilar juda ehtiyot bo'lishligi kerak. Ular ozgina ana shu beparvolikka yo'l qo'ysa, shuncha qilgan harakatlari hammasidan mahrum bo'lib qolishadi. 280-raqamdagi hadis Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: Menga ummatimning savoblari ko'rsatildi. Ular jumlasida kishining masjiddan chiqarib tashlagan axlatlar uchun olgan savobi ham bor edi. Qarang, ummatlarini butun savoblari ko'rsatilgan ekan payg'ambar alayhisalomga. Qarang, bu zotga ko'rsatilish kerak edi-da, chunki ummatlarga xabar berishlari kerak edi. Qarasalar, oddiy mana masjidda bir xashak, boshqa kichkina bir narsalar tushib qolgan ekan. Haligilarni terib, cho'ntagiga solib, olib chiqib axlat idishiga tashladi. Shular ham bir savob ekan. Boshqa bir hadisda keladiki, o'sha masjiddan chiqarib tashlangan o'sha kichkinagina bir axlatmi nima bo'lsa, qiyomat kuni huriillarning mahri bo'lar ekan. Kim huriillarni ko'proq qo'lga kiritishni xohlasa, ana shu masjiddagi axlatlar, yerda yotgan narsalarni har qancha tersa, u ularga mahr bo'lar ekan. Ana ularga uylanish, ularni qo'lga kiritish oson bo'lar ekan. Demak, masjiddagi o'sha menga ummatimning savoblari ko'rsatildi.
ular jumlasida kishining masjiddan chiqarib tashlagan axiratlari uchun olgan savobi ham bor edi. Yana menga ummatimning gunohlari ko'rsatildi. Bir kishiga Qur'ondan biror sura yoki oyat berilgandan so'ng uni unutib yuborgandan ko'ra kattaroq gunohni ko'rmadim dedilar. Imom Abu Dovud va Termiziy rivoyat. Qarang, bir paytlar mana kimdir 5 pora yodlagan, kimdir 2 pora yodlagan, bo'ldi, esdan chiqib ketgan. O'sha namozda o'qiladigan 20 ta mayda sura turibdi xolos esida. Yo'q, u odam o'sha esdan chiqargan suralarni shundoqcha unutib ketishligi mumkin emas ekan. Chunki u gunohlar turiga kirar ekan. Yodlagan Qur'onini darrov esga olib, qaytarib yodlab, uni tez esida saqlab turishlik kerak ekan. Nima uchun? Chunki Allohning kitobiga behurmatlik, bir paytlar yodlab qo'yib, keyin tashlab qo'yilsa, Alloh taoloning kitobiga behurmatlik qilingan bo'ladi. Mana boshqa narsalarda ham masalan, mana doktor sizga dori berdi, juda qimmat, o'zi uchun olib qo'ygan dorisini sizga yaxshilik qilib bersa, siz olib kelib uni ozgina ichib qolganini shundoq tokchaga tashlab qo'ydingiz. Uni keyin doktor ko'rib qoldi. Qay darajada jahli chiqadi? Sizni sog'ayishingiz uchun u o'ziga saqlab qo'ygan dorini, hech kimga bermayotgan dorini bersa-yu, siz unga behurmatlik qilib shundoqcha tashlab qo'ysangiz, demak g'azabi kelyaptimi? Valillahil masalul a'la. Allohga tenglashtirmaymiz, lekin tushuncha bo'lish uchun misol qilyapmiz buni. Ana shu ma'noda, demak Allohning kalomini yodlab, muhabbat qilib yodlagandan keyin endi uni esda saqlash kerak ekan. Uni saqlanmasa behurmatlik bo'lar ekan. Demak, buni Imom Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan ekanlar. 281-raqamdagi hadis Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: kim Qur'onni o'qib so'ng unutib yuborsa, qiyomat kuni Alloh taologa qo'li kesik holatda yo'liqadi dedilar. Imom Abu Dovud va Dorimiy rivoyati. Mana shu hadisni zohiriga qarab agar tushunadigan bo'lsak, qarang, mana qiyomat kuni ba'zi odamlar savobi sababli mana muazzinlar eng bo'yi uzun odamlar bo'ladi. Bilasizki, demak u muazzin bo'lgan ekan hayotda. Shuning uchun mana bo'yi uzun turibdi. Xiyonat qilganlarni bayrog'i bo'lar ekan. Haligi bayroqni ko'tarib olar ekan. Undan bilar ekanmizki, ular xiyonatchi ekanligi. Ana shularning ichida qo'li kesik odam bo'lar ekan. Bitta qo'li yo'q, kesilgan. Bilar ekanmizki, u o'sha Qur'onni yod olganda keyin unutib yuborgan kishilar bo'lar ekan. Hamma o'sha yerda bilar ekanki, o'sha insonni bir paytlar Qur'on yodlab, tashlab qo'ygan ekan, g'ofil qolgan ekan, unutib qo'ygan ekan deb haligi hodisaga guvoh bo'linar ekan. Qarang, buni Imom Abu Dovud, Dorimiylar rivoyat qilishgan ekan. Fasl: Qur'on o'quvchi undagi odoblarga ahamiyat berishi lozim. Avvalo qiroatida ixlosli bo'lish va bu bilan Allohning roziligini talab qilish, boshqa maqsad ko'zlamaslik. Qarang, Qur'on yod olayotgan qorilarga tavsiya beryaptilar. Uni odoblari bor ekan o'ziga yarasha. Birinchi ixlosli bo'lishlik kerak. Nima uchun ixlos? O'sha qiyomatgacha Qur'onni saqlab qo'yadigan jamoa halqani bitta halqasiman deb qarashlik kerak. Chunki mana kitoblar boshqalar yoqib yuborilsa, yo'q bo'lib ketish xavfi bor. Shuning uchun islom ummatida Allohning va'dasi bor. Biz bu zikr Qur'onni tushirdikmi, saqlash ham o'zimizning zimmamizda degan. Alloh taolo mana bunaqa qorilarga muhabbat berib, ana shu halqani, zanjirni, silsilani o'zi quvvat berib boshqarib boradi. Demak, o'zini kalomini o'zi saqlaydi. Ana shu karvonga kim chiqqan bo'lsa, endi uni mustahkam himoya qilsin. U karvondan tushib qolmaslikka harakat qilsin. Kim unutib qo'ysa, o'sha halqadan uziladi. Haligi mas'uliyatdan yiroqlashadi. Shuning uchun uning odobi ixlosli bo'lsin degani ana shu Allohning kalomini to keyingi avlodga yetkazuvchi bir shaxs, ishonchli, Alloh kalomini omonat qilib topshirgan inson sifatida qarashlik kerak ekan. Demak, ixlosli bo'lishligi mana shu. Men o'sha halqani bitta a'zosiman. Mana bu keyingi avlodga yetkazish uchun Alloh meni tanladi degan kayfiyat bilan bo'lishligi kerak ekan. Ana undan keyin boshqa maqsad ko'zlamasin ekan.
Qur'on xulqi bilan xulqlanishligi lozim ekan. Mana Oysha onamizdan so'ralgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari nima edi deganda Qur'on edi deganlar. Qur'onda nima yaxshi narsa bo'lsa, u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda mujassam edi. Nima yomon xulq bo'lsa, undan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yiroq edilar. Demak, Qur'onni yodlagan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek u zotga ergashib, ana shu Qur'ondan xulqlanishi lozim ekan. Keyin zehnni bir joyga qo'yib, undagi ma'nolarni tushunishni ham harakatida bo'lish kerak ekan. Tutqishga o'xshab yodlab, nima o'qiganini bilmaydigan darajadagi g'ofil qori bo'lmasligi kerak ekan. Demak, Qur'onni ma'nolarini o'rganish uchun imkoniyatlar juda ham keng. Avvalo o'sha qori Qur'onni yodlagandan keyin Alloh taolo uni qalbiga nurni soldi. U nur kirgandan keyin u odam endi arabiy ilmlarni, tafsirlarni o'rganishi osonlashadi. Himmat qilib endi ilmini ham oshirsin. Agar ilm olishga, arab tilini o'rganib, tafsirlarni o'qishga qurbi yetmasa, ba'zi bir moniliklar bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimizni milliy tilimiz o'zbek tilida tafsirlar chiqdi. Ana o'shalarni o'qib, qaysi sura, qaysi oyat nima haqida ekanligini umumiy ma'noda bilib borsa bo'ladi. Demak, shunga harakat qilsin. Keyin Qur'on tilovat qilayotganda Allohga murojaat etayotganini va u zotni ko'rib turgan kishidek his qilishi, agar u zotni ko'rmayotgan bo'lsa, Alloh uni ko'rib turganini zehniga joylab olsin ekan. Demak, mana aytiladi, mashoyixlarimiz aytishadiki, kim Alloh bilan gaplashishni xohlasa, namoz o'qisin. Alloh kimga gapirishini xohlasa, Qur'on tilovat qilsin deyiladi. Demak, o'zi ma'nosini tadabbur qilib, chin qalbdan, sidqi dil bilan uni his qilishga harakat qilinsa, xuddi Alloh taolo sizga murojaat qilayotgandek bo'ladi. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar deganda o'sha iymon keltirganlarning bittasi menman. Menga murojaat qilyapti degan tasavvur paydo bo'ladi. Xuddi Alloh ustingizda turib sizni o'zingizga murojaat qilayotgandek his qilasiz. Agar bu his bo'lmasa, o'sha hisni yuzaga keltirish uchun inson ixlosini kuchaytirib, taqvosini kuchaytirsa, zikrlarni ko'paytirsa, Alloh taolo o'sha hisni berishni boshlaydi. Himmatni oshirish kerak. Mana boshqa narsalarga himmatni oshiryapmiz-ku. Demak, Qur'onga bo'lgan himmatni ham oshirish kerak. Allohning kalomi hammaga ham tushunarli bo'lavermaydi. Uni tushunish uchun maxsus tayyorgarlik kerak. Mana hamma sohada maxsus tayyorgarlik qilinadi-ku. Nahot olamlar Robbi tomonidan tushirilgan Qur'onni oddiy tushunib ketilaversa, yo'q. Uning uchun ham alohida tayyorgarlik kerak. Ana shu tayyorgarlikning eng birinchisida taqvo turadi, keyin zikr turadi, Allohga bo'lgan ixlos turadi. Ana shularni o'zida mujassam qilgan inson keyin o'sha narsani tushunishga harakatda bo'ladi. Yana buni davomida boshqa shartlar ham sekin kelaveradi. Masalan, o'sha Rasululloh alayhisalom davrlariga borish kerak. U zotni o'sha oyatlar tushgan haj umralarga borganda his qilishni harakat qilishlik kerak. Ayni o'sha Makkadagi Ka'ba atrofi, Madina masjidiga borganda o'sha yerlarda turib, o'sha qabrlari atrofi, uylari atrofida namoz o'qib, o'sha yerda ko'proq bo'lib, ayni Qur'on oyatlari, Jabroil alayhisalom eshiklari bor o'sha uylarga kirishda. Aynan o'sha eshikdan ko'p qatnaganlar. Ana shu joylarda turib, ana shu joylarda oyat tushganini his qilinsa, yana ham inson o'sha Allohning kalomini tushunishga bo'lgan rag'bati, bir sirlari ochilib, Qur'onni tushunishi boshqacha bo'ladi. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek oddiy hayotda yashashga harakat qilishlik kerak. Unda yana ham u zotning sunnatlarini, u zotga tushirilgan Qur'onni tushunish osonlashadi. Inson farovon hayotga kirib, qorni to'q bo'lib, kuchli ovqatlar yegan sari Allohning kalomini, Rasulining kalomini tushunishdan yiroqlashib boraveradi. Zero bu och qorinlar uchun sahobalar, tobiinlar, salaf solihlar ana shunaqa och yurib, o'zlarini o'sha nafil ro'zalar bilan tarbiyalab, ana shunaqa qilishganidan keyin Allohning kalomi va Rasululloh alayhisalomning so'zlari, hadislarni osonlikcha qandoq nozil bo'lgan bo'lsa, shundoq tushunishgan. Afsuski, mana bunaqa farovon hayot, inson qorni to'q bo'lgan sari bu kabi ilohiy ta'limotlardan yiroqlashib boraveradi. Mana fasl, yangi fasl. Bu Qur'on o'qish uchun boshqa bir tayyorgarlik qilinish lozimligi haqida o'qitilmoqda. Qur'on tilovat qilishni xohlagan kishi og'zini misvok va shunga o'xshash narsalar bilan tozalashi lozim bo'ladi.
Misvok aroq daraxti shoxidan bo'lishi yaxshiroq. Ayni o'sha mana hajga, umraga borganlar aroq daraxtidan tayyorlangan misvok olib kelinyapti. O'sha sunnatdagi ayni aroq daraxti shoxidir. Agar u topilmasa boshqa narsalar bilan tozalashning zarari yo'q. Masalan, tish ma'junlari bor. Ana shu tish ma'junlarini tish cho'tkalariga qo'yib yuvilsa ham inshaalloh o'sha og'iz tozalanadi. Agar misvok bo'lsa, ustidan misvok qilinsa, nur ustiga a'lo nur sunnatga amal qilingan bo'ladi. Misvok iste'mol qilayotganda og'izning o'ng tomonidan boshlash va sunnatni bajarayotganini niyat qilishlik kerak. Ayni o'sha misvok ushlaganda Rasululloh alayhisalomga ergashayotganini his qilsin ekan. Zero Rasululloh alayhisalomning sunnatlarini ko'paytirgan sari bunaqa narsalarni tushunishi osonlashadi. Misvokdan foydalanayotgan kishi Allohumma barikli fihi ya arhamar rohimin desa, ya'ni ey rahim qiluvchilar rahimlisi bo'lgan Alloh, unda men uchun baraka qilgin deb aytsa baraka bo'lar ekan inshaalloh. Qarang, hatto shunda ham bir zikr o'rgatgan ekanlar Rasululloh alayhi vasallam. Buni salaf solihlar bekorga keltirishmagan. Demak, mana shu duoni Alloh balki mujarrabot bo'lishi mumkin. Bu mujarrabot duolarni qilib yurilsa inshaalloh ana shu maqsadlarga yetishiladi. Demak, Allohumma barikli fihi ya arhamar rohimin deyilsa misvok ishlatayotganda inshaalloh barakaga nasibador bo'linar ekan. Yangi fasl Qur'onni xushu va huzu va tadabbur bilan o'qish lozim. Shunda qalb yumshab nurga to'lar ekan. Qarang, Qur'onni shundoq xayol boshqa joyda turgan holda tilovat qilinmas ekan, balki uni huzu xushu bilan qiblaga qarab o'tirib, tahoratli bo'lgan holda tishlar tozalanib, toza kiyimlar kiyib, iloji bo'lsa xushbo'y narsalardan surtib. Nima uchun? Siz Alloh bilan muloqot qilishga kirishdingiz. Bunga o'ziga xos tayyorgarlik kerak. Demak, tadabbur bilan o'qish lozim ekan. Shundagina qalb yumshab, nurga to'lar ekan. Mana shu talab qilingan shartdir. Salaf ulamolari ichida tadabbur qilib bir oyatni butun kecha davomida yoki bir ko'p qismida o'qib chiqqanlari bo'lgan ekan. Bitta oyatni tadabbur qilib kechasi bilan o'qib chiqqanlar bo'lgan ekan. Ya'ni Qur'onni o'qib turib xushidan ketganlari va vafot topganlari bo'lgan ekan. Mana Imom Abu Hanifadan rivoyat o'sha keladi, hayotlari haqida rivoyat qilishadi. U zot o'sha Iza zulzilatil surasi, Zalzala surasining oxiridagi "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah." Kim hayotida zarra misqolcha yaxshilik qilgan bo'lsa ham ko'radi, yomonlik qilgan bo'lsa ham zarra miqdorcha uni ko'radi degan oyatni ertalabgacha o'qib chiqqanlari rivoyatlarda keladi. Qur'on o'quvchi uni o'qiyotganda yig'lashi, agar yig'lay olmasa o'zini yig'lashga majburlashi mahbub, mustahab amal ekan. Ana shunday qilish oriflar sifati va solih bandalar shiori ekan. Bunga Alloh taoloning kitobidagi ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning kamtarliklarini ziyoda qilar degan dalil bor ekan. Bu Isro surasining 109-oyatda kelgan ekan. Qarang, demak Qur'on o'qiydiganlar yig'lab, yuzlari bilan yiqilib, o'sha Qur'onni o'qishgani sari kamtarliklari ziyoda bo'lib, kibrlari sinib, ana o'sha ziyoda bo'lar ekan. Zero aytiladi-ku, namoz o'qib turib kibr qilgan odamni haqiqiy namoz o'qimayotgan ekan. Haqiqiy namoz o'qiyotgan odamda kibr qolmasligi kerak edi. Allohni ulug' ekanligini his qilib, yiqilib, bo'yini, kallasini, boshini yerga ishqagan insonda kibr qolmasligi kerak edi. Demak, namoz o'qib turib ham kibr qilyaptimi? Uning namozida kamchilik ko'p. U haqiqiy mukammal namoz o'qimayotgan ekan. Shuningdek, Qur'on o'qiyotgan kishini ham faqat kamtarligi ziyoda bo'lar ekan. Demak, qori odamlar kibr qilyaptimi? Demak, uni Qur'onida ozgina muammo bor. U ixlos bilan yodlamagan ekan. U o'zida Qur'on ma'nolarini mujassam qilmagan ekan. Agar Qur'on oyatlarini qalbida mujassam qilganida Fir'avn, Qorunlarning ahvoli nima bo'lganini his qilgan bo'lar edi. Ana dunyoda ana shunaqa mutakabbirlar chiqqan. Men sizlarni ilohingizman deganlar chiqqan. Butun dunyoni boyligini qo'lga kiritib, hatto o'sha boyligini qulflanganida xazinasini qulfini ko'tarishga inson ojiz qoladigan darajada xazinalari bo'lganlar ham
mana yo'q bo'lib ketdi. Ularni o'qib, unda hech qanaqa kibrlik, takabburlik, kalandimoqlik qolmagan bo'lar edi. Lekin u Qur'onni yodlab kibr qilyaptimi? Demak, o'qiyotgan Qur'onida ixlos yo'q ekan. Sayyid Ibrohim Havvos radhiyallohu anhu aytadilar, qalbning davosi 5 ta narsada bo'lib, ular tadabbur bilan bo'ladi. Mana qalbning davosi 5 ta ekan. Birinchisi, tadabbur bilan Qur'on o'qish ekan. Kim tadabbur, tafakkur qilib, Qur'on ma'nolarini mag'zini chaqib hayotiga tatbiq qilishga kirsa, mana qalbi sekin shifo topishni boshlar ekan. Ikkinchisi, qorni bo'sh bo'lish kerak ekan. To'q qoringa Qur'on tilovat qilinganda foyda kam bo'lar ekan. Shuning uchun och qoringa o'qilar ekan. Uchinchisi, kechasi qoyim bo'lib tahajjudlarga turib, ana shu paytda zikrlar, istig'forlar, Qur'on tilovatlariga mashg'ul bo'lish bilan bo'lar ekan. To'rtinchisi, tongdagi tazarru, Allohga yolborib, yig'lab duo qilish, shunda qalb davo topar ekan. Oxirgisi, solih kishilar bilan birga o'tirish, ularning majlisida ishtirok etish, mana shunda qalb davo topar ekan. Mana shu narsalardan yiroqlashgan insonning qalbi bag'ri tosh bo'lib, hech qanaqa va'z nasihat, mav'izalar ta'sir qilmaydigan bo'lib qolar ekan. Alloh asrasin. Fasl. Qur'on tilovat qiluvchining Qur'on kitobidan o'qishi yoddan o'qigandan afzal ekan. Ya'ni Qur'onga qarab o'qishligi yoddan o'qigandan afzal. Salaf ulamolar shunday deyishgan. Ammo kimning tadabburi, fikrlashi, qalbini jamlashi Qur'on o'qigandan ko'ra, Qur'onga qarab o'qigandan ko'ra yoddan o'qiganda ziyodaroq bo'lsa, yoddan o'qigani afzal ekan. Ikkalasi barobar kelsa, Qur'on kitobidan bo'lgani afzal. Demak, odam o'zini holatiga qarar ekan. Agar u yurgan yo'lida yoddan o'qiganda tafakkuri kuchayib, undan istifoda olishi ko'proq bo'lsa, mayli u yoddan o'qisin ekan. Lekin kimdir Qur'onga qarab o'qisa, bir mazza qilib ruhoniyatni his qilsa, Qur'onga qarab o'qisin ekan. Ikkovi bir bo'lganda Qur'onga qarab o'qish. Demak, Qur'onga qarab o'qish afzalroq ekan. Fasl. Ulamolar tilovatda ovozni baland qilishning, shu bilan birga ovozni chiqarmaslikning fazilati haqida ham fikrlar bildirishgan. Riyodan qo'rqgan kishi ovozini chiqarmasdan o'qigani afzal ekan. Agar qo'rqmasa, baland ovoz bilan o'qisa ham yaxshi ekan. Shu shart bilanki, atrofdagilar namoz o'qiyotgan, uxlayotgan bo'lmasliklari kerak. Ya'ni ularga malol kelmasin ekan. Baland ovoz bilan o'qiganning boshqalarga foydasi bor, chunki qalbni uyg'otadi. Butun vujudni fikrlashga chorlaydi. Uyquni ketkazib, faollikni ziyoda qilar ekan, ovozni baland qilib o'qish. Demak, holatga qaralar ekan. Agar baland ovoz bilan o'qish foydali bo'lsa, baland bilan, lekin kimgadir xalaqit qiladigan bo'lsa, past ovozda o'qigani afzal ekan. Fasl. Tilovat qilayotganda ovozga ziynat beriladi, ammo juda cho'zib o'qilmaydi. Biror harf ziyoda qilinishi yoki tushirib qoldirishi haromdir. Agar haddan oshirilmasa, cho'zib o'qishning zarari yo'q. Ovozni chiroyli qilish haqida mashhur hadislar bor. Biz bu yerda oz qismini zikr qildik, xolos. Fasl. Tilovat qiluvchi suraning o'rtasidan boshlasa, bir-biriga bog'liq so'zlarning avvaldan boshlash kerak. To'xtatganda ham bir-biriga bog'liq so'zlar bilan to'xtaladi. Boshlanishi vaqf, juz, hizb, o'ndan biri deb e'tibor qilmaydi. Shuning uchun ulamolar bir suraning hammasini o'qish uzun suradan bir miqdor o'qigandan afzal deyishgan. Chunki ko'p holat va o'rinlarda bir-biriga bog'liq jihatlar bilinmay qoladi. Ya'ni porani belgisi turibdi yoki bet sahifani raqami deb turib unga qarab tugatilmaydi, ma'noga qaraladi. U agar poraga qarasangiz yo sahifa raqamiga qarab to'xtatib qo'ysangiz, ma'no chala qolib ketishligi mumkin. Masalan, mana Kahf surasida o'sha poraga kelib to'xtaganingizda Hizr alayhisalom bilan Musa alayhisalom voqealari yarmiga kelgan bo'ladi. Qolgani yangi juzdan boshlanadi. Juzga keldimda to'xtatib bo'lmaydi o'sha joyda. Ozgina bir bet yana o'qib qo'yishlik kerak. Shunda haligi voqea oxiriga yetib to'xtaydi. Shu ma'noni ifoda qilinyapti. Fasl. Kishilarga tarovih namozini o'qib beruvchi ba'zi johillar 7-kechada oxirgi rakatda An'om surasi bir yo'la nozil bo'lgan deb gumon qilib, hammasini o'qish mustahab deb aytishadi. Bundan tashqari bu amallariga yana turli bo'lmag'ur dalillarni ham keltiradilar. Bular bid'atning o'zginasidir deyaptilar. Demak, bu o'sha 800 yil oldin Imom Navaviy yashagan o'sha Shom o'lkasida shunaqa bir odat chiqqan ekan, o'shalarga raddiya beryaptilar.
Alhamdulillah bu kabi bid'atlar hozir bizda qolmagan, yo'q. Demak, o'sha o'z davrlaridagi bid'atdan ogohlantiryaptilar. Fasl: Baqara, Oli Imron, Niso, Ankabut va boshqa suralarni o'z nomi bilan zikr qilish lozim. Bu to'g'rida Rasululloh alayhissalom bir qancha hadislar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha hadislar kelgan. Shuningdek, Abu Amrning qiroatlari, Ibn Kasirning va boshqalarning qiroatlari deb aytishning ham karohiyati yo'qdir. Bu gaplarni keltirishimizdan maqsad, ba'zi salaf olimlari bunday deyishni makruh hisoblashgan. Masalan, Ibrohim Nahai ular falonchining sunnati, falonchining qiroati deb so'ylashi karih ko'rardilar deb aytganlar. Ammo yuqorida qayd etganimizdek, bularning zarari yo'q ekan. Ya'ni Osimni Hafsdan qiroatlari yoki Varsh qiroatlari yoki mana Ibn Kasirning qiroatlari deyishda zarar yo'q ekan. Demak, qaysidir ulamolar buni karih ko'rishgani uchun yo'q, karohiyati yo'q deb Imom Navaviy bir eslatib qo'yaptilar. 282-raqamdagi hadis Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: sizlardan birortangiz falon oyatni unutdim demasin, balki unuttirildi desin dedilar. Unutdim desa, bunda ham bir mensimaslik paydo bo'lib qolyapti. Ya'ni men o'zim unutib qo'ydim. Vaqtim yo'q edi, shunga unutdim deyish o'rniga unuttirildi. Ya'ni shunaqa miyamdan chiqib ketib qoldi. Ya'ni nariga unutdim deganda Qur'onga nisbatan juda qattiq behurmatlik yuzaga kelyapti. Ana shuni oldini olib, unutdim emas, unuttirildim desin ekan. Rasululloh alayhi vasallam shuni uqtiryaptilar. Boshqa rivoyatda sizlardan birortangizning falon oyatni unutdim deyishi muncha ham yomon, balki unuttirildi desin deyilgan. Buni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilyaptilar bu hadislarni. Ya'ni unutganni xotirjam gapirmasin ekan, hijolat bo'lsin ekan. Bu ayb ish ekan. Qur'onni yodlagandan keyin unutib qo'yish juda ham katta ayb ekan. Uni baralla esimdan chiqib ketgan deb aytmasin ekan. 283-raqamdagi hadis Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishi Qur'on o'qiyotganini eshitib, Alloh unga rahim qilsin, men tushirib qoldirgan oyatni menga eslatdi degan ekanlar. Boshqa rivoyatda mendan unutilgan deyilgan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Fasl: qori va qiroat odoblari haqidagi ma'lumotni bir nechta mujallad ham qamrab ola olmaydi. Kim Qur'on odoblari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasa, aynan mana shu Imom Navaviy aytibdilar, men yozgan At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an kitobiga murojaat qilsin deyaptilar. Bu mashhur kitob qori bo'ladiganlarga mana shu kitob o'qib beriladi. Unda o'sha Qur'on yodlaydigan kishilar uchun ajoyib odob, axloqlar hammasi jamlab yozib qo'yilgan. 284-raqamdagi hadis Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: bir kecha va kunduzda 50 oyat o'qigan odam g'ofillar qatorida yozilmas ekan. Kamida 50 oyat o'qib qo'yish kerak ekan. 100 oyat o'qigan kishi kechani ihyo qilib jonlantirgan deb yozib qo'yilar ekan. 100 oyat o'qigan. Masalan, Yasin surasi 83 oyat. Demak, Alhamdu surasi, Qul huvallohu ahad, Qul a'udhu birobbil falaq, Qul a'udhu birobbin nas bilan Yasin surasini ertalab o'qib qo'yilsa, inshaalloh 100 oyat o'qigan bo'ladi. Kechqurun taborak o'qisa, undan ham o'tib ketadi. Mana shuni odat qilgan odamlar qarang, demak 50 oyat o'qigan odam g'ofil deb yozib qo'yilmas ekan, 100 oyat o'qiganni kechasini ihyo qilib uxlamay chiqdi, bedor o'tkazdi deb yozilar ekan. Ya'ni Allohni ibodatida uzoq turdi deb yozilar ekan. 200 oyat o'qigan kishi bilan Qur'on qiyomat kuni hujjat talashmas ekan. Bo'ldi, Qur'on kam o'qigan odamlar bilan hujjatlashar ekan, da'vo qilar ekan. Bu meni o'qimagan, uyida tokchalarda yotgan, o'qishni bilar edi, lekin u menga qaramagan deb sizga da'vo qilib sizni mahkamaga tortar ekan. 200 oyat o'qib yurgan odamga hech qachon bunaqa da'vo bo'lmas ekan. 500 oyat o'qigan odamga esa bir necha qintor, ya'ni juda katta miqdorda ajr yozilar ekan. Buni Imom Ibn Sunniy rivoyat qilgan ekanlar. Qarang, mana shu narsalardan biz juda qattiq ogoh bo'lishligimiz kerak. Demak, har kuni biz Qur'on o'qishga odatlanishligimiz kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda Rasululloh alayhisalom kim 10 ta oyat o'qisa, g'ofillar qatorida yozilmaydi deganlar. Kuniga 10 oyat o'qisa,
haligi g'ofillar darajasidan g'ofilmaslar darajasiga chiqib olar ekan. 50 oyat o'qisa yana kuchayar ekan. 100 oyat o'qisa kechani ihyo qildi. 200 oyat o'qisa qiyomatda hujjat talashmas ekan Qur'on. 500 oyat o'qiganga juda katta miqdorda savob berilar ekan. Bir kecha va kunduzda o'qilishi lozim bo'lgan suralar haqida ko'p hadislarni zikr qildik. Ular mana har kuni o'qiladigan yo har kunduzi yo har kechasi o'qiladigan suralar qatoridan Yosin surasi, Taborak surasi, ya'ni Taborakul Mulk, Voqea surasi, Duxon suralaridir. Bu suralarni har kuni o'qib yurish lozim ekan. 285-raqamdagi hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh alayhissalom aytdilar: kim bir kecha va kunduzda Allohning roziligini talab qilib Yosin surasini o'qisa, uning gunohlari kechiriladi dedilar. Haqiqatda ba'zi viloyatlarda mana shu odat bor. Ertalab bomdod namozidan keyin Yosinni to'la o'qib keyin turiladi yoki hamma uyga borib Yosinni o'qib keyin uxlaydi. Ko'p ulamolar tajribadan o'tkazishgan, kim bomdoddan keyin uyqusi kelsa, Yosin surasini o'qisa, uyqusi qochib ketadi deyishyapti. Tajriba bu. Demak, mana bu hadisning o'zi kifoya qiladi. Qarang, kim bir kecha va kunduzda deyaptilar Rasululloh alayhi vasallam, Allohning roziligini talab qilib, qarang, boshqa niyat bo'lmasin ekan. Alloh roziligi uchun deb Yosin surasini o'qisa, gunohlari kechirilar ekan. Boshqa rivoyatda kim kechasi Duxon surasini o'qisa, gunohlari kechirilgan holda tong ottiradi deyilgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim har kecha Voqea surasini o'qisa, unga kambag'allik yetmaydi degan ekanlar. Buni Ibn Mas'ud rivoyat qilyaptilar. Ko'proq shom namozidan keyin o'qish yo'lga qo'yilgan Voqea surasini. Bu tajribadan o'tgan odamlar ana shu tavsiya berganimizdan keyin ana shu Voqea surasini har shomdan keyin o'qib yurib, oilalarga baraka kirganini xush xabar qilib aytishyapti. Bu hadisda vorid bo'lgan, kimlardir zaif deyishi mumkin, lekin buni Imom Navaviy mana azkor kitoblariga kiritdilar. U kishi katta muhaddis olim, mana shuni o'qishni tavsiya beryaptilar. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh alayhisalom Alif Lam Mim Tanzilul Kitob va Taborak suralarini o'qimasdan uxlamaganlari aytilgan ekan. 286-raqamdagi hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim kechasi Iza zulzilatil ardu surasini o'qisa, Qur'onning yarmini o'qigandek bo'ladi. Kim Qul ya ayyuhal kafirun surasini o'qisa, Qur'onning 4dan 1ini o'qigan bo'ladi. Kim Qul huvallohu ahadni o'qisa, Ixlos surasini Qur'onning 3dan 1ini o'qigandek bo'ladi dedilar. Demak, odat qilishimiz kerak, kechqurun uxlashdan oldin o'sha Zalzala surasi, Kafirun surasi, Ixlos suralari, keyin ikkita Qul a'uzuni o'qib yotilsa inshaalloh mana bu hadisda kelgan sunnatga muvofiq bo'linar ekan. 287-raqamdagi hadis boshqa rivoyatda aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim Oyatul Kursi va Hamimning avvalini o'qisa, shu kuni har qanday yomonlikdan saqlanibdi deganlar. Shuning uchun ba'zi bir kishilarning odaticha ana shu Oyatul Kursini o'qib dam solishadi. Ana shu dam solinganda inshaalloh uylariga o'g'rimi, boshqami, kim bo'lishidan qat'iy nazar ularni yaqinlashishi qiyinlashib, Alloh hifzida, himoyasida asrar ekan, yomonlikdan saqlar ekan. Albatta bularni ixlos bilan o'qimoqlik lozim. Mana shu yerda mana Qur'on o'qishga oid bob tugadi. Inshaalloh keyingi darsimizdan Alloh taologa hamd aytish kitobi 71-bobdan boshlaymiz Allohning izni bilan. Mana shu aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz edi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.